Barchaga salom, hurmatli o'quvchi, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan noldan, ya'ni ekub va ekubga kimda-kim tushunmayotgan bo'lsa yoki muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoda o'sha muammoga yechim topishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoni siz oxirigacha ko'ring va men videoni sizlarga boshladim. Qarang, ekub degani o'zi aslida eng katta umumiy bo'luvchi va ekuk degani eng kichik umumiy karralisi degani. Qarang, bu yerda nima qilamiz? Hozir bu yerda 60 va 45 raqamlarining ekub va ekukini topishga harakat qilamiz va hozir birinchi tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Tub ko'paytuvchilar qanaqa bo'ladi desangiz, hozir mana tub ko'paytuvchilarni sizga ko'rsatib o'taman. Mana shuni chizib olamiz va bu ikkalasini ham chizib olamiz. Xo'p, chizib olganimizda tub ko'paytuvchilar misol uchun 60 ni nechiga bo'lamiz? Ya'ni nechiga bo'lamiz deganda faqat mana bu chizig'imiz tub ko'paytuvchilarga ajratganimiz uchun faqat sizlar tub sonlarga bo'lasizlar. Ya'ni tub sonlarni aytib o'taman. Tub sonlar biriga va o'ziga bo'linadigan sonlar tub sonlar bo'ladi. Xo'p, o'shaning uchun xo'p 2 ga bo'lib olamiz. 60 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'p mana 30 bo'ladi. Xo'p 30. Xo'p 30 ni yana 2 ga bo'ladigan bo'lsam 15 bo'ladi. Xo'p 15 ni nechiga bo'lamiz? Xo'p buni ham aytib o'tishim kerak. Xo'p 3 ga bo'lamiz. 15 ni 3 ga bo'lsak va 5 bo'ladi va 5 ni 5 ga bo'lamiz 1. Xo'p, videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bu sizga ancha manfaatli bo'ladi va foydali. Xo'p, birinchi bilib oldik. Xo'p, birinchi buni 60 ni tub ko'paytuvchilarga ajratib oldik. Endi navbat esa 45 ga bo'ladi. Xo'p, 45 ga qanaqa bo'ladi? Xo'p, 45 ni ham 45 ni tub ko'paytuvchilarimiz eng kichkinasi o'zi aslida 2 va hozir 2 ga bo'lsak 45 2 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun qarang, 45 ni 3 ga bo'lib olamiz. 45 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 15 bo'ladi. Xo'p, 15 ni 5 ga emas, yana 3 ga bo'lamiz. Xo'p, 3 ga bo'lamiz. Xo'p, 3 ga bo'lganimizda 5 bo'ladi va 5 ni yana 5 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Xo'p, hurmatli talabalar, hurmatli o'quvchilar, mana shu joyga diqqat bilan e'tibor qaratasizlar. Endi qarang. Mana bu joyda mana hozir ko'rinadigan qarang. Mana shu joyda 60 ni yozib olamiz va 60 imiz teng bo'ladi. Qarang. Xo'p, 2 dan nechta bizda? 2 dan 2 ta. 2 dan 2 ta bo'lgandan keyin 2 ning ikkinchisi bo'ladi. Va 3 dan nechta? 3 dan bitta. Ko'paytirilgan 3 ning birinchisi. Va ko'paytirilgan 5 dan nechta? Misol uchun 5 ta. 5 dan bitta. Mana 5 ning birinchisi. Xo'p, ya'ni mana shu raqamlarni yig'ganimizda 2 ning kvadrati 4, 4 3 ko'paytirsak 12, 12 ni 5 ko'paytirsak 60. Ya'ni bu sonimiz 60 raqamiga tengligini bilib oldik. Xo'p, endi 45 raqami. Hurmatli talabalar, video yoqayotgan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin va matematikaga qiziquvchi do'stlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Xo'p, 45 ta. Xo'p, 45 ta qarang. 2 ta 3 bor. Mana bu joyga 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati. Xo'p, 5 dan bitta, mana ko'paytirilgan 5 dan bitta. Xo'p, endi buni ham yozsam 3 ning kvadrati 9, 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45. 45 ligini bildik. Xo'p, 45 ligini bildik. Endi bu joyda qarang. Bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ekubini topishimiz uchun, mana ekubini topishimiz uchun xo'p, buni ekubini, xo'p, qarang. Bitta narsani yodlaringizga olingizlar. Mana shu 60 va 45 raqamlarda ekubini topish uchun ikkalasida ham borlarning kichkinasini olamiz. Qarang. Misol uchun mana 3 bor. Misol uchun 3 ning kvadrati va 3 ning birinchisi bor. 3 ning birinchisi bor. 3 ning kvadrati, 3 ning birinchisi. O'shandan 3 ning birinchisini olamiz. Hurmatli talabalar, hurmatli o'quvchilar, yodda tutingizlar. Ekubini topayotganda eng kichigini olamiz. Ya'ni 3 ning birinchisini va ko'paytirilgan. Xo'p, bunda ham 5 bor. Bunda ham 5 bor. Ikkalasini ham darajalari 1. Ya'ni o'shandan bittasini olamiz. Sizlar adashib ikkinchisini olib qo'ymangizlar.
Hurmatli talabalar, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, o'shaning uchun 5 ning birinchisini olamiz. Xo'p, endi qarang. 5 ning birinchisini olganimizda siz aytyapsiz, nimaga bunda 2 ning kvadrati yo'q? Bunda ham. Bunda yo'g'ini olmaymiz. O'shani ham inobatga olasizlar. Xo'p, i kubini topib oldik. I kubi 3 ning darajasi 1, 5 ning darajasi 1 ko'paytirsak 15. Buning i kubi 15 ga teng ekan. Mana 15 ga teng ekan. Xo'p, endi i kukuni topamiz. Xo'p, qarang. Endi bunda ham 3 ning kvadrati bor, 3 ning birinchisi bor. Xo'p, 5 ning birinchisi bor, 5 ning birinchisi bor. Bunda i kukuni topishimizda eng darajasi kattasini olamiz. Xo'p, bunda qarang, 3 ning kvadrati, 3 ning birinchisi. Xo'p, 3 ning kvadratini oldim. Endi ko'paytirish. Xo'p, bunda 5 ning birinchisi, 5 ning qarang, hurmatli talaba, hurmatli o'quvchilar, qarang. 5 ning mana bu joyda 10-chisi bo'lganda, 5 ning mana bu yerda ikkinchisi, birinchisi bo'lganda 5 ning 10-chisini olamiz. Chunki eng kattasini olamiz. Xo'p, hozir ikkalasi bir xil bo'lgani uchun ikkalasidan bittasini olamiz. Ya'ni adashib boshqa olib qo'ymanglar. Xo'p, endi ikkida aytyapsiz, ikkida 60 ta 2 ning kvadrati, 45 ta 2 ning kvadrati yo'q-ku deyishingiz mumkin. Bunda shunday qaraysiz, sonlar farqi bir xil bo'lib qolyapti. Ya'ni bunda ikkida yo'g'ini ham olasiz. Misol uchun 45 ta 2 ning kvadrati yo'q-ku, o'shaning uchun 60 ta bor. Demak, 60 dagi 2 ning kvadratini ham olasiz. Ya'ni 45 ta yo'g'ini ham olamiz bu joyda. Xo'p, yozamiz 2 ning kvadrati. Xo'p, endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 3 ning kvadrati 9, 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45, 45 ni 4 ga ko'paytirib olamiz. Xo'p, barobar. Xo'p, 3 ning kvadrati 9, 9 5 45, 45 ni 4 ga ko'paytirib olamiz. Mana bu yerda ham ko'paytirishni ham aytib o'tib ketaman. Misol uchun 45 ni ko'paytiramiz 4 ga. Xo'p, barobar. Xo'p, barobarni yozsak 5 kara 4 20, x tilda 16 180. Xo'p, buning ekuki 180 ekan. Endi shu joyda mana bu joyga xo'p, pastdan n b s, ya'ni natural bo'luvchilar soni. Xo'p, buning formulasini ham yozib o'tib ketaman birdaniga. n plus 1 o'rtada ko'paytirilgan bor. n plus 1 ko'paytirilgan k plus 1 va hokazo nuqta ketadi. Xo'p, endi NBS ni, ya'ni natural bo'luvchilar sonini qanaqa topamiz desak, hurmatli o'quvchilar, qarang. Har doim bu mana bu i kubdan topiladi. I kubidan emas, i kubidan topiladi. Ya'ni n'imiz mana bu 3 ning darajasidagi bir sonimiz bo'ladi va m'imiz 5 ning darajasidagi va k'imiz va bu qisqaroq son bo'ldi. Sizlar uzun bo'lgani uchun. Xo'p, endi nima qilamiz? I kubda 3 ning darajasi 1 mi? Mana n ning darajasiga olib kelib qo'yamiz. N ning o'rniga 1 da olib kelib qo'ysak. 1 plus ko'paytirilgan 5 ning darajasi 1, m ning darajasiga olib qo'yamiz. Xo'p, 1 plus 1 barobar bu 2, bu 2 va 4. Buning natural bo'luvchilar soni yig'indisi 4 ga teng ekan. Ya'ni 4 ga teng desak bo'ladi. Misol uchun, ikkala son ham 1 ga bo'linadi va ikkala son ham 3 ga bo'linadi, ikkala son ham 5 ga bo'linadi, ikkala son ham 15 ga bo'linadi. Ya'ni o'shaning uchun 4 ta bo'ladi. Xo'p, NBSni ham imkon qadar tushuntirdim. Ya'ni qayerdan kelganini, qanaqa bo'lganini misol uchun aytib, yana misol uchun ikkala son 1 ga bo'linadi. Ikkala son 3 ga bo'linadi. Ikkala son 5 ga bo'linadi. Ikkala son 15 ga bo'linadi. Xo'p, xuddi mana shu narsalarni, mana shu sonlarni biz mana 4 ta ekanligini mana shu yerda natural bo'luvchilari sonida biz topdik. Mana 4 ta ekanligini. Xo'p, endi keyingisi n b y.
natural bo'luvchilari yig'indisi NBY. Xo'p, buning ham formulasini sizlarga aytib o'tib ketaman. Misol uchun A n plus 1 minus A minus 1 ko'paytirilgan B minus 1 n plus 1 n plus 1. Xo'p, taqsim B minus 1 va nuqta davom etib ketadi bu ham. Xo'p, agar formula sizlarga yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, mana qaytadan pastdan yozaman. A ning n plus birinchisi minus 1 taqsim chizamiz. A minus 1 o'rtada ko'paytirilgan. Xo'p, B ni yozamiz. B n plus 1 minus 1. Yana taqsim B minus 1. Nuqta ketadi. Xuddi mana shunday qilib. Endi bizda mana bu ekukda ikkita son borligi uchun, xo'p, mana bu joyda ham xo'p ikkitasini olamiz. Agar bu ketadigan bo'lsa, B darajasida yoki D, S darajasida xuddi mana shunaqa ketaveradi. Endi qarang. Bu yerga hozir mana ekubda qarang. Ekubda 3 ning birinchisi, 5 ning birinchisi bor. Ya'ni mana bu A ning joyiga sizlarga ko'rinish uchun mana A ning joyiga 3 ta olib kelib qo'yaman. Mana bu 3 ta. Xo'p, mana pastdan yozaman. Xo'p, pastdan sizlarga ko'rinish uchun pastdan barobar. Pastdan. Xo'p, 3 ning birinchisi. Mana 3 ning birinchisi bo'lgani uchun mana shu joyga 3 ta olib kelaman A ning joyiga. Minus 1 formuladagi. Bu n ning o'rniga 3 ning birinchisini olib kelaman. Mana 1 plus 1. Endi mana taqsim chizaman. Mana taqsim chizdim. Xo'p, mana taqsim chizdim. Ya'ni A ning o'rniga mana bu 3 ta olib kelaman. Xo'p, mana 3 minus 1 ko'paytirilgan bor formuladagi. Xo'p, endi qarang. Mana bu B ning o'rniga mana bu 5 ta olib kelaman. Qarang. Mana 5 minus 1 taqsim va mana bu pastda B ning ham o'rniga yana mana shu 5 ta olib kelaman. Xullas B ning o'rniga 5 ta qo'yib olamiz. Xo'p, endi bunda n plus 1 daraja m ning o'rniga 5 ning darajasiga 1 ni olib kelaman mana. 1 plus 1. Endi barobar hisoblaymiz. Hisoblash joyiga keldik. Endi qarang. Xo'p, mana buni shunday hisoblaydigan bo'lsak, mana sizlarga maydalab yozaman. Ba'zilar yangi ko'rayotganlar tushunmay qolishi uchun. Qarang. Xo'p, mana buni 3 ning kvadrati minus 1 deb yozib olsam, pastdan 3 minus 1 turibdi bu. Endi yozib olaman. Buni ham 5 ning kvadrati minus 1 yozib olaman. 5 minus 1 barobar. Xo'p, barobar dedik. Xo'p, mana buni yozib olamiz endi. Mana buni yozib olamiz. 3 ning kvadrati 9. 3 ning kvadrati 9. Ayiramiz. 1 da ayirsak 8. Xo'p, 8. Mana 8 yozib oldik. Mana barobardan keyin 8 yozib oldik. 3 dan 1 da ayirsak 2. Taqsim 2. O'rtada ko'paytirishimiz bor. 5 ning kvadrati 25. 25 dan 1 da ayirsak 24. 24 yozib olamiz. Ya'ni 5 dan 1 da ayirsak 4. Taqsim barobar. Xo'p, endi qarang, bu joyda ko'plar misol qisqartib yuborishi ham mumkin. Holi bir xillar bunday kasrlarni qisqartish o'tmagan bo'lsa, bunday qilsak bo'ladi. Misol uchun 8 ni 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Ya'ni ko'paytirilgan. 24 ni 4 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Ya'ni 4 kira 6 24. Endi mana shunday kasrni ham qisqartsak, misol uchun 8 ni 4 ga bo'lib yuborsak, mana bu joyda 2 bo'ladi. 24 2 ga bo'lib yuborsak 12 bo'ladi. Yana baribir mana bu joyda barobar 2 ko'paytirilgan 12 barobar 24 degan bir xil javob chiqar ekan. Ya'ni bu nima degani? Bu 24imiz 24 nima degani desangiz, hurmatli o'quvchilar, ya'ni bu mana bu joyda mana bu natural bo'luvchilari yig'indisi. Endi mana yig'indisini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bizda aytdik, natural bo'luvchilar sonida 1, 3, 5, 15 dedik.
Ya'ni qarang, bunda bu natural bo'luvchilar yig'indisi 24 chiqdi. Mana bu joyda sizlarga hozir hisoblab beraman. 1 3 5 15. Endi qarang. Misol uchun NBS NBY 24 chiqdi. Xo'p, 24 chiqdi. Ya'ni bu o'zi nima uchun topyapmiz buni? NBY nima, NBS nima desak, mana bu bo'linadigan sonlarning yig'indisi. Misol uchun 1 ga 3 4. Misol uchun bunday hisoblasak 15 ga 5 20, 23, 24. Manaki bu ham 24. Mana shu sonlarning biz yig'indisini topyapmiz. Biz o'quvchilar shunchalik aytishingiz mumkin. Biz shunchani hisoblamay mana shu joyda shunday hisoblab aytib qo'yishi mumkin edi-ku deb aytishingiz mumkin, lekin bundan boshqa va bundan kattaroq savollar kelganda sizlar tushunmay qolishlaringiz mumkin va yecholmay qolishlaringiz mumkin. Mana bir bor mana ishlaganini ko'rib olishlaringiz mumkin. Xato video uncha yaxshi chiqmagan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha video shaklda bilimlarimizni sizlarga ulashib borishga harakat qilaman. Va matematikaga qiziquvchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying va kanalga a'zo bo'lib, like va подписка, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirish esdan chiqmasin. Barchaga omad, hammaga